Hamma uyda tayyorlasa bo'ladigan qiyma kabobimizni o'rgatib o'tamiz. Video davomida kerakli maslahatlarni ham sizlarga aytib, xudo xolisa manzur bo'ladigan video olamiz. Qiyma kabobimizga ketadigan masalliqlar olib kelib bundoq. Qo'y go'shtimiz ketadi, o'sha shapoq, qiytuv joylari deymiz biz. Mol charbisi ketadi, piyoz ketadi, ziravorlar ketadi. Videoyimni tagiga retsept qilib opisaniyada hammasini to'liq qilib tushunarli qilib yozib qoldiraman. Aytib o'tilgan masalliqlarni hammasini solib, aralashtirib мясорубkamizdan chiqazib olamiz. Keyin yana bitta sizlarga eslatma. Buni mol go'shtidan qilsanglar ham bo'ladi, faqat mol go'shtini quruq joydan qilib qo'ymaysizlar. O'sha shapoq, o'sha bo'yin sarpanjalardan qilsanglar zo'r chiqadi. Keyin ko'pchilik bunga bir xil chaynak soda soladi. Endi hammaning o'zining uslubi bor. Bu uslub уже sinovdan o'tgan, sodadagi shashligimizdan sizlarga qilib ko'rsatyapmiz. O'tgan masalliqlarni aralashtirib mana мясорубkadan birinchi marta chiqazamiz. Birinchi marta chiqazib, uni yupqaroq qilib paketlab moroznikka qo'yamiz. Keyin yaxlagandan keyin, bir sutka turgandan keyin, yaxlagandan keyin o'sha yupqa qilib solingan qiymamizni chopib, yana bir marta мясорубkadan chiqazamiz. Ko'p shart emas. Bir marta hozir chiqazamiz, ikkinchi marta o'sha muzlagandan keyin chiqazamiz. Qiymamizni ikkinchi marta mana chiqazib oldik. Keyin buni yaxshilab aralashtirib, oddiy plyusovoy xolodilnikga 2 soat, 2,5 soatga tindirib qo'yasizlar. Nimaga? Sababi buni hozir siqlab qo'rg'oq olib qo'yadigan bo'lsak, shashligimiz oqib ketadi. O'shaning uchun buni tindirib olishimiz kerak. Qilgan qiymamiz mana shu ko'rinishga keladi. Keyin 75-80 dan qilib siqlaverasizlar mana. Keyin suylarga ozgina yog' qo'shib yuborsanglar, siqlashga oson bo'ladi. Pishgandan keyin yana ko'rsatib o'tamiz. Mana baholis shashligimiz tayyor. Shashligimiz tayyor. Ko'rib, bahosini o'zingizlar berasizlar.